O'lim shunday bir Alloh taoloning hukm qilib qo'ygan hukmiki, qachon kelishini banda bilmaydi. Qayerda kelishini bilmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo bir bandani jonini muayyan bir joyda olmoqchi bo'lsa, shu bandani o'sha joyga bir hojatli qilib qo'yadi. Ish shu boradi, joni shu yerda olinadi. Ajal quvibdi. Yo'q, ajal quvmaydi, ajal kutib oladi. Biz o'zimiz qul innal matallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qo'rqib qochayotgan o'lim sizlarning ro'paranglardan chiqadi deydi. Inson qachon, qayerda, qanday o'lishini bilmaydi. Biron jon ertaga nima ish qilishini bila olmas. Biron jon qayerda o'lishini ham bilmas. Faqat Allohgina bilguvchi va ogoh zotdir. Kim biladi? Mashhur o'tirganlar qasinisi uyga ketib boradi. Kim biladi buni? Alloh taolo o'ziga olib qo'ygan 5 ta ilm bor, hech kimga bildirmagan. Shulardan bittasi g'ayb ilmlardan inson qachon va qayerda o'lishini bilmaydi.